Assalamu alaikum hürmetli aboneler, yaxşımısınlar? Başlayan günleriniz hayırlı, bereketli olsun. Bugün 21. iyul 2026 yıl. Hazaras Gümüş Pazarı narxlarını aytıp öteden bolsak, lazerin zoru 16 bin so'm savdo oldu. Elengenin zoru 14 bin so'm savdo oldu hürmetli aboneler. Lazeri zoru 16 degen bilen 11 bin lira lazerimiz bu. Elengenin zoru 14 bin so'm degen bilen 9 bin so'mdan ham elenge bor. Nevine qarab, sortuna qarab, mide irisine qarab. Musafirdagilar yaxshimisilar, kasb-ko'rlaringizga bereket versin. Bir yartında getirişi alırşı tegirmanına ikkilede Allah. Bozar şikayeti kımmat aytıp bering deysiler, bozar kımmatlavatı arzan aytın deysiler, ular o'zlaringiz fikirlayingiz. Ben bozarın bu narxnavasını aytıp ötemen. Sizler şu kommentariyasını yazıp, like'ını basıp otururlar, bir yanına gösterip ötemen. Kana Osmanca, yaxshimisan? Bugün so'dan yaxshi, mashina bo'shatibsan. Bugün so'da yaxshi oldu biz bozorımızda. Necha berding lazeri? Lazerimizi qara 15 ming so'm aytibmiz, kelishiladi. Bugungi namiz 14,5 ming so'm bo'ldi. 14,5 ming so'mdan shu lazer, javob lazer, hurmatli obunachilar, respublikamizning barcha viloyatlarida dastlabki xizmati bor. Sizlardan chiqsalar yana kelishtirib beraman. Yine telebulasılar Musa Genel kanalında gördüm de şu lazerin içe beresine de yana kelishtirib beraman. yine lazerin operatorda o'tgan. Görünüşü yine. Zo'r. Yine bu neresi? Telefon numarayın kaldı. 33'ten 555 0141. Yaxşı yolun olayasın. Selamun aleyküm. Yine abonachilar gel tuttu videoga tushaman de. Yaxshimisiz? Nega biza idaralaymisiz ku? Devizlere gerek yok. Devizlarni bor, devizlar. Çizgisi mi? Çisti vej bor. Devizlarni Musa 3 tane sorti bor menda. Xorazmda bitgan, Andijonning birinchidan yaxshi olsak yomon emas. 50 ming so'mdan berib o'tiribman. Sahir kasallar uchun sahir ko'tarmaydi. Uyda lekin bozorga kelmadim. Rengi oyunu görüş gerek yok. Rengi kıpkızıl joğ deyin. Hava Şundan ağzına kalıp Andijondan ahir indi Karakal taraf degani bor, yana birisi bor. Menda Musa 3 degani bor lazer formasında. Uzum shundan kesib sahirim borlar uchun ekib yeb o'tiribman. Yega sahir ko'tarmaydi. Gerek desangiz ana telefon numarini alasizdan, uya borasiz, o'lchab berib beraman. Bo'ldi telefon numarini yozib. Yaxshi yo'lingiz olsun. Qana, assalomu alaykum. Yo'q etmadingizmi? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Necha so'm bo'ldi? Buna Necha o'lchagan bahoningiz ayting bana. 8400 so'm o'lchangan baho. 8400 so'm Gülistonimiz. İkinci, üçüncü sort Gülistonimiz hurmatli obunachilar. Bu moylangan varianti, bu moylanmagan varianti. Bunun derek ko'pmi? Bor derek. Telefon numarasini qoldiring, qiziqqanlar telefon. 94lik 266 57 30. Yaxshi yo'lingiz olsun. Yaxshilar. Bozorimizning savdosi yaxshi bugun hurmatli obunachilar. Xo'sh, Indoneziyani zo'r 14 ming so'm savdo o'tiribdi. Indoneziya so'ydi Allah uchun. Bozorimizda bir 30% bo'lishimiz qoldidan buyon. 30% bo'lishimiz qolib turibdi. Savdomiz yaxshi, alarman ketgan ekan, lekin yurishimiz ham ko'p edi. 30% bo'lishimiz qoldi. Hurmatli obunachilar. Evet. 16.900 verdiler, lekin nesiyesi bor. Yarısını beledi, yarısını nesiye gitardı dedi. Bir ayda beledi yarısını. Lekin naq pul bo'lsa 16 hazırdan beledi şunu. Qara, necha so'mdan o'lchali yatır bu? O'lchandan berdingizlarmi bitta? Başkalar haber tutmaz baramaya. Necha so'm bu? Kim keldi bu? Egasi yo'q. Ağırdan aldım. Sal qimmatroq aytib o'tirdingizlar, axiyina turibdi turishdi. O, yaxshimisiz? Jo'rangiz bormi? Yaxshimi? Sog'mi? Yaxshi. Necha berdingizlar buni? 10. 10. Satdingizlarmi bittasini? 12'sini satıldı. İkinci, üçüncü so'da aylanganmiz 10 ming so'm berib turibdi. 9'un bonusu var. 10 ming so'mdan beribdilar. Ne aylanganmiz ikinci so't. Yaxshi yo'llaringiz olaysin. Nereye gidemiz? O'sha Gülistonimiz 9400 so'm. Bo'ldi, 10 mingdan gidib boradi Jonboya klientimizga. Eldar klientimizga yordamimiz Güliston. İkinci sortimiz bu. Qancha so'mlik aylangan? 11 ming so'm. Aylangan. 11 ming so'm. Bo'ladini ayting. Hadi. Bu aylanganimiz 11 ming so'mdan savdo oldi.
Hürmetli obunachi elengani biruncha tushunadigan bo'lsangiz bir-birini ko'rsatish shart emas. Xo'sh, lazeri zo'r 16 ming so'm, 11 ming so'mdan lazer bor. Elengani zo'r 14 ming so'm, 9 mingdan ham elanga bor. Gülistoni zo'r 10.800 so'da bo'ldi bugun. Xo'sh, arzonroqlari 9.5 so'da bo'lib turibdi. Xo'sh, Indoneziya birinchimiz zo'r 14 ming so'm so'da bo'ldi. Arzonroqlari 11 ming so'm so'da bo'lib turibdi. Birinchi bozorimiz so'dasi bugun yaxshi. Lekin unchaki ko'tarilib ketgan so'da yo'q, hurmatli obunachilar. 1.5 qimmatchiligi dilab sotaman deb o'tirgan dekonlar ham bor 1.5 arzon aytib turibsan deb. Bor narsani aytib turibman, shunga ma'qul bo'lsa ko'ringlar videoni. Elanga 14 ming so'm so'da bo'ldi aka. Samarqandda kiret muhabbatga eshitib qo'ysam bana o'tib olganmi? Elanga zo'r 14 ming so'm bo'lib turibdi. Keliningizga salom aytib qo'ying. Sog' o'g'ay, joni sog' bo'lsa bo'ldi. Yori sog'ga shukr. Yaxshi. Yo'lingiz o'laysin. Savdo yaxshi, komandalar sig'imi ina pazan bastılar bugun, lekin shundan yuk ko'p tushgan hisobına 30% birinchimiz skalata tushdi, hurmatli obunachilar. Xo'sh, 1.5 qimmatroq sotaman degan ko'ngildagi dekonlar uchun lazeri zo'r 16 ming so'm deganman. Ikkinchi sort, uchinchi sort lazer aka kana 16 ming so'mdan berdi deb yurgan dekonlar ham bor 1.5. İloj yo'q, negativ bo'ladi baribir. Savdo zo'r bo'ldi, 30% birinchimiz qoldi. Shu kommentariyasini like'ini yozib o'tiringlar. Sizlar uchun xizmatlarimiz bozorning shart-sharoit narx-navolarini aytib turamiz, bo'lgan narx-navolar. Shu narxlar bo'lgan narxlar ko'rib, bilib, shunga qarab ishingizni aytaverasiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammangizni kasb-korlaringizga barakat bersin. Qana dekon bo'yicha aytdingiz bular, sotmadingiz-ku. Xo'sh, buni necha so'm aytdingiz inamingiz? 12 ming so'm. Bunun derek ko'pmi yo ozgina dekonchilik bormi? Bori 4 qalta. 12 ming so'm. Bozorcha so'radi. 11.700. Bu drabilchasimi? Buni necha so'm aytdin? 6 ming so'm. Bundan necha qalta? Borish. Ha, borish. Bo'ladi yaxshi. Zonda dekonlarda o'tirsangiz, yeyuvchilar ham oladi, kichik ozroq narsani. Şu anda o'tirishingiz kerak. Yaxshi yo'lingiz olsin. Hürmetli obunachilar, yine bozorimiz shart-sharoiti 30% birinchi qoldi. Bular skalada tushayotir. Narx-navolarni bu ara shu bilganimizcha, birinchi ko'rsatmaga oxir bozor xaltalar tikilgan bo'ldi. Savdoni oxir bozor narx-navoni ko'raman deganlar uchun bu. Xo'sh. Öyle, tüketti, skalada tuttular yine, 30% birinchim skalada tuttu, hurmatli obunachilar. O bozor alang deganim bilan bozor tortmasa kelib yana gaplar. 16 deyman, 13lik lazer keladidan kana 16 berdi deydi. Qara bu drabilchalar necha so'm? Vaqtında alang geldi. 18 ming yo'qmi? He? 18 mingga lazer. Aha, qaysilarni ko'rsatmanglar o eddiligi. O eddida ters qara gitmanglar, o eddilik lazerini ko'rsating qana u. Ha, yuklanib ketdimi? Ha, shular o eddi emas, 16.900 yana yarısı nasiya, bir oydan kelaman, Allah xudo biladi. Endi nasiya dekon shuni dekon nasiya berib o'lmaydi-ku ekkan bilan 16 mingdan pulini sanab oladi lekin dekon kelsa. Men shu 3 yil hozir bo'lgan so'da, bu nasiya so'da men ham sotib turibman 16.7dan. Lekin nasiyam bor, iloj yo'q. Nasiya so'dani men 17dan lazer so'da oldi deb aytib o'laman. Yo 17'likki ben 16 yarım oladılar naha. Naha 16 beresi ber pulu ko'rsatsa. Naha mı? Yaxshi yo'llaringiz olsun, kasb-korlaringizga barakat bersin. Bozorning shart-sharoiti shu. Qo'ziboy necha oldi 3 yil hozir? Ina, pulini so'ydan lazer 16 ming so'm. 70'e kirgan odam yolg'on gapirmaydi hech qanday. O endi 11 mingdan 16 mingga chiqdi. 70'lari 11 ming so'm, 11,5 ming so'm. ana, hurmatli obunachilar, aniq so'da 70'e kirgan odam sizlarga yolg'on gapirmaydi, menga ishonmasanizlar. Sağ olun, selamet olun, kasb-korlaringizga barakat bersin. Qo'ziboy like bosinglar qay. Nöks birinchi zo'rincha so'm sotildi bugun. 9,5 ming so'mdan so'da olib turibdi. 7,5dan 7dan nöks bor.
Gülistan 10.800 so'mdan aldık zo'rini. Alenge 4. 9 mingdan ham Gülistan bor. Alenge 4. Alenge 14. Ha? Zo'r 14 ming so'm bo'ldi men. Hurmatli aka, sog'liq kasb-korlaringizga barakat bersin. Bozorimizning bori narx-navosi shu.